Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan umumiy tipdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil qilish mavzusidagi navbatdagi ma'ruza mashg'ulotini o'tamiz. Ushbu ma'ruza mashg'ulotida quyidagi rejalardan foydalanamiz. Birinchi rejamiz davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil qilish. Ikkinchi rejamiz maktabgacha ta'lim tashkilotida qisqa muddatli guruhlarni tashkil qilish. Uchinchi rejada esa turli tipdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkiliy tuzilmasi to'g'risida so'z yuritamiz. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ish tartibi va bolalarning ushbu tashkilotda bo'lish vaqti davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ustavi va muassisning qarori bilan belgilanadi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 5 kunlik ish haftasi uchun qoida tariqasida quyidagi ish tartibi joriy etiladi. 12 soatlik, 10,5 soatlik, 9 soatlik va 4 soatlik. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga bolalarni qabul qilish komissiyaning qaroriga binoan maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish tuman, shahar bo'limlari tomonidan amalga oshiriladi. Bo'sh o'rinlar mavjud bo'lgan taqdirda ushbu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish tuman shahar bo'limlarining yo'llanmalari bo'yicha shartnoma asosida qabul qilinishi mumkin. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining direktorlari tomonidan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi mavjud bo'sh o'rinlar haqida qabul komissiyasiga har oyning 1-sanasidan kechikmay yozma ma'lumot kiritadi. Bo'sh o'rinlar haqidagi ma'lumot davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining direktorlari tomonidan imzolanadi va ularning to'g'riligi va o'z muddatida kiritilishi uchun davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori shaxsan javob beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga bolalarni qabul qilishda quyidagilarga imtiyozlar beriladi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, ko'p bolali oilalarning bolalari, harbiy xizmatchilarning bolalari, talabalar va pedagoglarning bolalari, chin yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilishda imtiyozlarda navbatsiz foydalaniladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'z ishining o'ziga xosligiga muvofiq quyidagi tiplarga bo'linadi. Ixtisoslashtirilgan, ya'ni jismoniy va psixik rivojlanishda har xil nuqsonlar mavjud bo'lgan bolalar uchun umumiy tipdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari va sanatoriya tipidagi zaif, turli yuqumli kasalliklarni boshdan kechirgan, surunkali asoratlarga ega bo'lgan bolalar uchun. Qisqa muddatli guruhlar maqsadlari va vazifalari. Qisqa muddatli guruhlarning maqsadlari bolalarning maktabgacha ta'limga to'liq jalb etilishini va maktabgacha ta'lim tashkilotiga bormaydigan bolalar maktabgacha ta'limda teng imkoniyatlardan foydalanishini ta'minlashdan iborat. Qisqa muddatli guruhlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Bolaning jismoniy, aqliy va ma'naviy kamol topishini saqlash va mustahkamlash, bola shaxsini shakllantirish, uning ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bolaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, uning ijtimoiy tajriba orttirishini ta'minlash va bolani shakllantirishda, tarbiyalashda va o'qitishda oilaga har tomonlama yordam berish hisoblanadi. Qisqa muddatli guruhlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida foydalanilmaydigan xonalar bo'lgandagina tashkil etiladi. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi qisqa muddatli guruhlarga bolalar ularning ota-onalari yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning keyingi o'rinda qonuniy vakillar deyiladi, ariza va bola sog'lig'i holati to'g'risidagi tibbiy xulosa asosida qabul qilinadi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qisqa muddatli guruhlarga bolalar quyidagi tartibda qabul qilinadi. Bolaning qonuniy vakili arizasi, O'zbekiston Respublikasi arizasi, bola sog'lig'i holati to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi qisqa muddatli guruhlar o'z faoliyatini davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarining buyrug'i asosida amalga oshiradi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida quyidagi qisqa muddatli guruhlar faoliyat ko'rsatishi mumkin. Rivojlantirish guruhi, integrallashgan guruh, kelajakdagi o'quvchi, muammoli bola guruhi. 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 20 nafardan kam bo'lmagan, biroq 25 nafardan ortiq bo'lmagan bolalar uchun rivojlantirish guruhi tashkil etiladi. Guruh bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularni tengdoshlar, katta yoshli bolalar jamoasiga moslashtirish maqsadida tashkil etiladi.
5 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 20 nafardan kam bo'lmagan, biroq 25 nafardan ortiq bo'lmagan bolalar uchun kelajakdagi o'quvchi guruhi tashkil qilinadi. Guruh maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ta'lim muassasasida umumiy o'rta ta'limga o'qitishga tayyorlash maqsadida tashkil etiladi. O'qitish o'z ona tilida olib borilmaydigan bolalar uchun soni 20 nafardan kam bo'lmagan, biroq 25 nafardan ortiq bo'lmagan guruh uchun olib boriladi. 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 15 nafardan kam bo'lmagan, biroq 20 nafardan ortiq bo'lmagan bolalar uchun integrallashgan guruh tashkil etiladi. Guruhda sog'lom bolalar bilan birgalikda, shuningdek, ruhiy rivojlanishi sust tashxisli bolalar ham, ruhiy rivojlanishi sust tashxisli bolalar soni 3 nafardan ortiq bo'lmasligi lozim va qatnashadi. Guruh bolalarini jamiyatga moslashtirish, rivojlanishda, ruhiy nuqsonlarda bolalarga muntazam ravishda ruhiy, tibbiy, pedagogik yordam ko'rsatish, ularni tarbiyalash va o'qitish maqsadida tashkil etiladi. 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar soni 15 nafardan kam bo'lmagan, biroq 20 nafardan ortiq bo'lmagan nogiron bolalar uchun muammoli bola guruhi tashkil etiladi. Guruh nogiron bolalarga muntazam ravishda ruhiy, tibbiy, pedagogik yordam ko'rsatish, bolalarni ta'lim jarayoniga jalb etish, ijtimoiy moslashtirish, bolalarni tarbiyalash va o'qitishni tashkil etishda ota-onalarga yordam berish maqsadida tashkil etiladi. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini muassis tomonidan tayinlanadigan rahbar boshqaradi. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor lavozimiga qo'yiladigan malaka talablariga muvofiq bo'lishi kerak. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini nazorat qilish muassis tomonidan, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z ustavida nazarda tutilgan funksiyalarning bajarilmaganligi, ta'lim dasturining to'liq hajmda bajarilmaganligi, amalga oshirilayotgan ta'lim dasturining sifati, ta'lim jarayonini tashkil etishning qo'llanilayotgan shakllari, metodlari va vositalarining bolalarning yosh, ruhiy, fiziologik xususiyatlariga, layoqatiga, qiziqishlariga va ehtiyojlariga muvofiqligi va tashkilotda tarbiyalanayotgan bolalarning ta'lim jarayoni vaqtida hayoti va sog'lig'i uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotimi, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimi bo'lishidan qat'iy nazar, zamonaviy maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarni rivojlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan ta'lim tizimi qilinadi va bu bola hayotida ahamiyatli o'rin tutadi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ma'ruza mashg'ulotimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.